Agar sizning nomingizda uy, kvartira, dala hovli, yer uchastkasi, noturar joy, do'kon, ombor yoki qurilishi tugallanmagan obyekt bo'lsa, bu video siz uchun juda muhim. 2026 yilda ko'chmas mulk egalari uchun bir nechta yangi tartiblar yanada qattiqroq ishlay boshlaydi. Kadastr hujjatlari, mulk solig'i, ijara shartnomasi noqonuniy qurilish. Elektron ro'yxatdan o'tkazish va mulkni sotishdagi tekshiruvlar avvalgidan jiddiyroq bo'ladi. Eng xavflisi shundaki, ko'pchilik odamlar mening uyim bor, hujjatim bor, menga tegishli emas deb o'ylaydi. Lekin amalda aynan oddiy uy egalari jarima, soliq qarzi yoki bitim bekor bo'lishi kabi muammoga duch kelishi mumkin. Men bugun sizga 2026 yilda ko'chmas mulk egalari nimalarga tayyor turishi kerakligini oddiy tilda, misollar bilan tushuntirib beraman. Videoni hoziroq saqlab qo'ying, kanalga obuna bo'ling va like bosing. Chunki bu ma'lumotni keyin qayta ko'rishga ehtiyoj tug'ilishi aniq. Avval ko'chmas mulk bilan bog'liq ko'p ishlar qog'oz bor bo'lsa bo'ldi. Mahalladan ma'lumotnoma olamiz, notariusda rasmiylashtirib yuboramiz, kadastrni keyin to'g'rilaymiz degan yondashuv bilan yurardi. Masalan, odam uyiga qo'shimcha xona qurib olardi, hovlida oshxona yoki garaj tiklardi. Keyin yillar davomida kadastrga kiritmasdan yashayverardi yoki kvartirasini ijaraga berardi, lekin shartnomani rasmiy ro'yxatdan o'tkazmasdi. Yana bir keng tarqalgan holat, ota-ona uyini farzandlariga og'zaki bo'lib berardi, lekin hujjatda hamon bitta odam nomida turardi. Endi tizim boshqacha ishlayapti. Davlat organlari o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi kuchaymoqda. Kadastr, soliq, notariat, bank, kommunal xizmatlar, qurilish nazorati va elektron hukumat tizimlari bir-biri bilan ko'proq bog'lanmoqda. Bu nimani anglatadi? Agar sizda mulk bor, lekin hujjatlar eski bo'lsa, kadastrda maydon noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, soliq qarzi bo'lsa, ijaradan daromad olsangiz, u rasmiylashtirmagan bo'lsangiz yoki uyda ruxsatsiz qo'shimcha qurilish bo'lsa, bularning hammasi ko'rinib qolishi ehtimoli oshadi. 2026 yildagi asosiy g'oya shuki, ko'chmas mulk faqat meniki deyish bilan cheklanmaydi. U davlat reyestrida to'g'ri turishi, solig'i o'z vaqtida to'lanishi, ijara va oldi sotdi qonuniy rasmiylashtirilishi, qurilishlar loyiha va ruxsat talablariga mos bo'lishi kerak. Ya'ni mulk egasining mas'uliyati oshadi. Asosiy qismlik nimalarni bilish kerak. Kim xavotir olishi kerak va kim unchalik xavotir olmasligi mumkin? Birinchi eng muhim masala kadastr hujjatlari va davlat ro'yxatidagi ma'lumotlarning to'g'riligi. Ko'pchilikda kadastr hujjati bor, lekin undagi ma'lumotlar real holatga mos kelmaydi. Masalan, hujjatda uy taktanzun kvadrat metr deb ko'rsatilgan, amalda esa 1 kvadrat metr. Hujjatda hovlining chegarasi bir xil, amalda qo'shni bilan devor boshqa joyga surilgan. Hujjatda obyekt turar joy deb turibdi, amalda pastki qavati do'kon sifatida ishlatilmoqda. 2026 yilda bunday tafovutlar muammo tug'dirishi mumkin. Oddiy misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashovchi fuqaroning kadastrida uy maydoni 95 kvadrat metr deb turibdi. U 2020 yilda yana 35 kvadrat metr qo'shimcha xona qurib olgan, lekin hujjatga kiritmagan. 2026 yilda u uyini sotmoqchi bo'ladi. Xaridor bank krediti orqali olmoqchi, bank esa baholovchi yuboradi. Baholovchi real maydon bilan kadastrdagi maydon mos emasligini ko'radi. Natijada bank kreditni to'xtatadi. Notarius bitimni rasmiylashtirishda qo'shimcha hujjat talab qiladi. Sotuvchi esa tezda hujjat to'g'rilashga majbur bo'ladi. Tezda to'g'rilash esa har doim ham oson emas. Loyiha, o'lchov, tegishli organ xulosasi, ehtimol jarima. Soliq qayta hisob kitobi chiqishi mumkin. Ikkinchi masala mulk solig'i. Ko'chmas mulk egasi bo'lgan har bir inson soliq masalasini jiddiy qabul qilishi kerak. Avval ayrim odamlar soliq xabarnomasini ko'rmasa ham keyin to'layman deb yurardi. Endi soliq qarzlari elektron tizimlarda ko'rinadi. Davlat xizmatlaridan foydalanishda, notarial bitimlarda, ayrim hollarda bank operatsiyalarida ham noqulaylik tug'dirishi mumkin. Agar mulk maydoni, kadastr qiymati yoki foydalanish turi o'zgarsa, soliq ham o'zgarishi mumkin. Masalan, sizda 3 xonali kvartira bor. Oldin uni faqat yashash uchun ishlatgansiz. Keyin bir xonasini ofis sifatida ijaraga berdingiz yoki butun kvartirani kunlik ijaraga bera boshladingiz. Agar buni rasmiylashtirmasangiz, oddiy mulk solig'idan tashqari daromad solig'i masalasi ham paydo bo'lishi mumkin. Soliq organi bank kartasiga muntazam tushayotgan to'lovlarni, ijara e'lonlarini yoki qo'shnilarning murojaatini ko'rib, tekshiruv boshlashi ehtimoli bor. Men bu yerda qo'rqitmoqchi emasman.
Lekin real hayotda aynan shunday holatlar ko'paymoqda. Uchinchi masala ijara shartnomalarini rasmiylashtirish. 2026 yilda ijaraga beruvchilar uchun eng katta xavf shundaki, og'zaki kelishuvlar endi ko'proq muammo keltiradi. Agar siz kvartirani oyga 3 million so'mga ijaraga bersangiz, lekin shartnoma yo'q bo'lsa, birinchi muammo soliq. Ikkinchi muammo ijarachi pul to'lamasa, uni chiqarish qiyinlashadi. Uchinchi muammo ijarachi uyga zarar yetkazsa, sizda da'vo qilish uchun kuchli hujjat bo'lmaydi. Misol uchun, uy egasi kvartirasini talabaga oyiga 5 million so'mga berdi. Depozit olmadi, shartnoma qilmadi, faqat Telegram orqali kelishdi. 3 oy yaxshi bo'ldi, keyin ijarachi kommunal to'lovlarni to'lamadi, davorlarni buzdi, mebelni shikastladi va chiqib ketdi. Uy egasi 7 million so'm zarar ko'rdi. Agar shartnoma bo'lganida, unda depozit, kommunal to'lovlar, mulkka zarar yetkazganlik chiqish muddati, uy holatini qabul qilish dalolatnomasi yozilgan bo'lardi. Shunda uy egasining qo'lida isbot bo'lardi. 4-masala noqonuniy qurilish va qayta qurish. Bu ayniqsa hovli egalari, birinchi qavatdagi kvartira egalari, do'kon egalari va noturar joy egalari uchun muhim. Ko'pchilik o'zimning uyim, xohlaganimni quraman deb o'ylaydi. Lekin ko'chmas mulkda bunday emas. Siz devorni buzib, yuk ko'taruvchi konstruksiyaga teginsangiz, qo'shnining xavfsizligiga ta'sir qilasiz. Hovlida qo'shimcha bino qursangiz, yer uchastkasidan foydalanish qoidalarini buzishingiz mumkin. Ko'p qavatli uyda balkon kengaytirsangiz, umumiy mulk va binoning tashqi ko'rinishiga ta'sir qilasiz. Masalan, birinchi qavatdagi kvartira egasi derazadan alohida kirish joyi ochib, kichik do'kon qilmoqchi bo'ladi. Agar u ruxsat, loyiha qo'shnilar roziligi va tegishli tartiblarni bajarmasa, keyin uni yopish, avvalgi holatga qaytarish. Jarima to'lash talabi chiqishi mumkin. Bundan tashqari, u obyektni sotmoqchi bo'lsa, xaridor hujjatlarni ko'rib, bu kirish joyi qonuniymi deb so'raydi. Agar javob yo'q bo'lsa, narx tushadi yoki bitim buziladi. 5-masala oldi sotdi hajga meros hujjatlarining tozaligi. 2026 yilda mulk sotib olayotgan yoki sotayotgan odamlar hujjat tekshiruviga ko'proq e'tibor berishi kerak. Mulkda taqiq bormi? Garov bormi? Sud nizosi bormi? Soliq qarzi bormi? Merosxo'rlar orasida kelishmovchilik bormi? Turmush o'rtog'ining roziligi kerakmi? Bularni oldindan aniqlash zarur. Birgina e'tiborsizlik millionlab so'm zarar keltiradi. Real misol. Fuqaro 6 million so'mga hovli sotib olmoqchi. Sotuvchi hammasi joyida deydi. Xaridor 1 million so'm zakalat beradi. Keyin ma'lum bo'ladiki, uy meros orqali o'tgan, lekin merosxo'rlardan biri chet elda va roziligi olinmagan. Notarius bitimni to'xtatadi. Sotuvchi pulni qaytarishga shoshilmaydi. Xaridor esa sudga yuguradi. Agar xaridor oldindan kadastr ko'chirmasi, mulk tarixi, meros hujjatlari, taqiq va garov mavjudligini tekshirilganda bu muammo bo'lmasdi. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda kadastr hujjati eski bo'lganlar. Masalan, 1990-yillar yoki 2000-yillar boshida olingan hujjatlar bilan yurganlar. Ikkinchi navbatda uyga qo'shimcha qurilish qilganlar. Uchinchi navbatda mulkini ijaraga berayotganlar. To'rtinchi navbatda mulkini sotishni yoki bolalariga hadya qilishni rejalashtirayotganlar. Beshinchi navbatda noturar joy egalari, do'kon, ofis, ombor ishlab chiqarish joyi egalari. Chunki noturar joyda soliq, sanitariya, yong'in xavfsizligi, foydalanish maqsadi kabi talablar yanada ko'proq bo'ladi. Kim unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning mulkingiz davlat ro'yxatida to'g'ri turgan bo'lsa, kadastrdagi maydon real holatga mos bo'lsa, soliq qarzingiz bo'lmasa, hech qanday ruxsatsiz qurilish qilmagan bo'lsangiz, ijaraga bermasangiz yoki ijarani rasmiylashtirgan bo'lsangiz, sizda katta xavf yo'q. Lekin baribir yiliga kamida bir marta ma'lumotlarni tekshirib turish kerak. Chunki xatolik faqat sizdan emas, tizimdagi texnik xato, eski ma'lumot yoki qo'shni bilan chegara masalasidan ham chiqishi mumkin. Endi eng ko'p e'tibordan chetda qoladigan masalalarni aytaman. Birinchi nozik jihat mulk egasi hujjatda boshqa, foydalanuvchi boshqa bo'lish. Masalan, uy otaning nomida, lekin unda o'g'il oilasi bilan yashaydi. O'g'il uyni ta'mirlaydi, qo'shimcha qurilish qiladi, hatto bir qismini ijaraga beradi. Lekin huquqiy javobgarlik ko'pincha mulk egasiga, ya'ni otaga keladi. Soliq ham otaning nomiga chiqadi. Qonunbuzarlik bo'lsa, ogohlantirish ham otaga boradi. Shuning uchun oilaviy kelishuvlarni ham hujjat bilan tartibga solish kerak. Ikkinchi nozik jihat er-xotin mulki. Nikoh davomida sotib olingan ko'chmas mulk ko'p hollarda umumiy
mulk hisoblanadi. Hatto hujjatda faqat er yoki faqat xotin nomi turgan bo'lsa ham, mulkni sotishda turmush o'rtog'ining roziligi masalasi chiqadi. Ayrimlar "Oy, mening nomimda xohlaganimga sotaman" deb o'ylaydi. Lekin keyin sobiq turmush o'rtog'i sudga berib, bitimni nizolashi mumkin. 2026 yilda hujjatlarning elektron tekshiruvi kuchaygan sari bunday masalalar oldindan ko'proq ko'tariladi. Uchinchi nozik jihat merosni vaqtida rasmiylashtirilmaslik. Juda ko'p odamlar ota-onasi vafot etgandan keyin uyda yashab yuraveradi, lekin meros hujjatini rasmiylashtirmaydi. Oradan 5 yil, 10 yil o'tadi. Keyin uyni sotish, garovga qo'yish yoki hadya qilish kerak bo'lganda muammo chiqadi. Merosxo'rlar ko'paygan bo'ladi. Kimdir vafot etgan bo'ladi. Kimdir chetga ketgan bo'ladi. Kimdir rozi bo'lmaydi. Shuning uchun meros masalasini cho'zish eng katta xatolardan biri. 4-nozik jihat yer uchastkasi va bino alohida masala bo'lishi mumkin. Hovli sotib olayotganda odamlar ko'pincha faqat uyni ko'radi. Nechta xona, ta'mir qanaqa, gaz suv bormi? Lekin yerning huquqiy maqomi, chegarasi, foydalanish turi, servitut yoki boshqa cheklovlar bor yo'qligini tekshirmaydi. Masalan, yerning bir qismidan yo'l o'tishi kerak bo'lishi mumkin, yoki qo'shni bilan chegara nizosi bor bo'lishi mumkin, yoki yer turar joy uchun emas, boshqa maqsad uchun ajratilgan bo'lishi mumkin. Keyin siz "Men sotib oldim-ku" deb yurasiz, lekin muammoni hal qilish sizning zimmangizga tushadi. 5-nozik jihat ipoteka va garovdagi mulk. Agar mulk bank garovida bo'lsa, uni sotish yoki hadya qilishda bank roziligi talab qilinadi. Ayrim sotuvchilar "Kreditim bor, lekin sotgandan keyin yopaman" deydi. Bu mumkin bo'lgan holat, lekin tartib juda aniq bo'lishi kerak. Pulni qanday o'tkazasiz? Bank qarzni qachon yopadi? Garov qachon yechiladi? Notarius bitimni qachon rasmiylashtiradi? Bular oldindan yozma kelishilishi kerak. Aks holda xaridor ham, sotuvchi ham xavfga kiradi. 6-nozik jihat kommunal qarzlar. Ko'pchilik o'ylaydi, kommunal qarz mulkka emas, odamga tegishli. Amalda esa yangi egaga bosh og'rig'i bo'lishi mumkin. Uy sotib olayotganda elektr, gaz, suv, issiqlik chiqindi. Shirkat yoki boshqaruv kompaniyasi bo'yicha qarzlar tekshirilmasa, keyin xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar yangi egadan to'lov talab qilishi, hisob raqamlarini yopib qo'yishi yoki nizoli vaziyat yaratishi mumkin. Shuning uchun oldi-sotidan oldin kommunal qarzlar bo'yicha alohida dalolatnoma yoki ma'lumotnoma olish juda muhim. 7-nozik jihat mulkni bolaga, qarindoshga yoki tanishga ishonch bilan rasmiylashtirish. Ba'zi odamlar soliq, kredit, nikoh, biznes yoki boshqa sabab bilan uyini boshqa odam nomiga o'tkazadi. Bu faqat qog'ozda aslida meniki deyishadi, lekin qonun qog'ozga qaraydi. Hujjatda kim mulkdor bo'lsa, mulkni sotish, garovga qo'yish, hadya qilish huquqi o'sha odamda bo'ladi dedi. Keyin ishonch buzilsa, sudda isbotlash juda qiyin. 2026 yilda mulk bilan bog'liq operatsiyalar yanada elektronlashgani uchun bunday norasmiy kelishuvlar yanada xavfli bo'ladi. 8-nozik jihat noturar joyni turar joy sifatida yoki turar joyni biznes sifatida ishlatish. Masalan, kvartirada go'zallik saloni, o'quv markazi, mini ombor yoki tikuv sexi ochish. Ba'zi faoliyatlar uchun bu mutlaqo mumkin emas yoki qo'shimcha ruxsatlar talab qilinadi. Qo'shnilar shovqin, odam oqimi, hid, xavfsizlik bo'yicha shikoyat qilsa, tekshiruv kelishi mumkin. Agar obyektning foydalanish maqsadi hujjatda boshqa bo'lsa, sizdan faoliyatni to'xtatish yoki hujjatlarni o'zgartirish talab qilinadi. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz bugundan boshlab nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam mulkingiz bo'yicha kadastr ma'lumotlarini tekshiring. Buning uchun kadastr organiga, davlat xizmatlari markaziga yoki mavjud elektron davlat xizmatlari orqali murojaat qilasiz. Sizga kadastr pasporti, kadastr ko'chirmasi yoki reyestr ma'lumotlari kerak bo'ladi. Unda mulkdor kim? Obyekt manzili maydoni, yer maydoni. Foydalanish turi, ro'yxatdan o'tgan sana, cheklov yoki taqiq bor yo'qligi ko'rinadi. Bu ma'lumotlarni real holat bilan solishtiring. Uyda nechta xona bor? Qo'shimcha qurilish ot bormi? Umumiy maydon mosmi? Manzil to'g'rimi? Familiya ism xatosizmi? Ikkinchi qadam, soliq qarzingizni tekshiring. Soliq organining shaxsiy kabineti, mobil ilovalar yoki soliq inspeksiyasi orqali mulk solig'i va yer solig'i bo'yicha qarz bor yo'qligini aniqlang. Agar qarz bo'lsa, uni imkon qadar tezroq yoping. Agar siz hisob-kitob noto'g'ri deb o'ylasangiz, darhol yozma ariza bering. Arizada mulk maydoni noto'g'ri hisoblangan, obyekt foydalanish turi noto'g'ri ko'rsatilgan, imtiyoz qo'llanmagan kabi sababni aniq yozing
va kadastr hujjati nusxasini ilova qiling. 3-qadam ruxsatsiz qurilish bo'lsa, uni yashirmang. Tartibga keltirish imkoniyatini tekshiring. Men hech kimga boring, o'zingizni jarimaga topshiring demayman. Lekin muammoni bilib turib yillar davomida kutish yana qimmatga tushadi. Kadastr mutaxassisi yoki qurilish bo'yicha vakolatli tashkilotga murojaat qiling. Qo'shimcha qurilish qonuniylashtirilishi mumkinmi? Loyiha kerakmi? Qo'shni roziligi kerakmi? Xavfsizlik talablariga mosmi? Bularni aniqlang. Agar qurilish yuk ko'taruvchi devorga tegishli bo'lsa yoki umumiy mulkni egallagan bo'lsa, masala murakkab bo'ladi. Shuning uchun oldindan mutaxassis fikrini oling. 4-qadam, ijara bo'lsa shartnoma tuzing va ro'yxatdan o'tkazing. Shartnomada kamida quyidagilar bo'lishi kerak. Tomonlarning pasport ma'lumotlari, obyekt manzili, ijara muddati, oylik to'lov miqdori, to'lov sanasi, kommunal to'lovlarni kim to'lashi, depozit miqdori, uy jihozlari ro'yxati, mulkka zarar yetkazilsa javobgarlik, shartnomani bekor qilish tartibi. Uy holatini topshirish qabul qilish dalolatnomasi bilan rasmiylashtiring. Masalan, muzlatkich ishlaydi, televizor bor, divan butun, devorda shikast yo'q deb yozib qo'ying. Hatto suratga olib saqlang. Bu juda oddiy ko'rinadi. Lekin nizoda eng kuchli dalil bo'ladi. 5-qadam, mulkni sotmoqchi bo'lsangiz, xaridor topishdan oldin hujjat papkasini tayyorlang. Sizda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, kadastr hujjati, mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat, nikoh holati bo'yicha kerakli hujjatlar, turmush o'rtog'i roziligi, soliq va kommunal qarzlar bo'yicha ma'lumotlar, garof yoki taqiq yo'qligi haqida ma'lumot bo'lishi kerak. Agar mulk meros orqali o'tgan bo'lsa, meros guvohnomasi va barcha merosxo'rlar masalasi hal qilingan bo'lishi shart. Hujjatlar tayyor bo'lsa, siz xaridor oldida ishonchli ko'rinasiz va narxni tushirishga majbur bo'lmaysiz. 6-qadam, mulk sotib olayotgan bo'lsangiz, faqat uyni ko'rib qaror qilmang. Men har doim shuni maslahat beraman. Avval hujjat, keyin pul. Zakalat berishdan oldin obyektni kadastrdan tekshiring. Notarius yoki yurist bilan maslahat qiling. Kommunal qarzlarni so'rang. Qo'shnilar bilan gaplashing, yer chegarasini ko'ring. Agar sotuvchi shoshiltirsa, bugun pul bermasangiz boshqaga sotaman desa, yanada ehtiyot bo'ling. Halol sotuvchi hujjat tekshiruvidan qo'rqmaydi. 7-qadam, oilaviy mulk masalasini oldindan tartibga soling. Agar uy ota-ona nomida bo'lsa, farzandlar o'rtasida kelajakda nizo chiqmasligi uchun vasiyatnoma, hadya, ulush ajratish yoki boshqa qonuniy mexanizmlarni ko'rib chiqing. Buni faqat og'zaki gap bilan qoldirmang. Bolalarim kelishib oladi degan gap amalda ko'p hollarda ishlamaydi. Ayniqsa mulk qimmatlashgan sari nizolar kuchayadi. 8-qadam, barcha to'lov va kelishuvlarni iz bilan qiling. Ijara puli, zakalat oldindan to'lov, ta'mir xarajatlari, bularning hammasini imkon qadar bank orqali yoki yozma tilxat bilan qiling. Tilxatda sana, summa, valyuta nima uchun berilgani, tomonlarning FISH va imzosi bo'lsin. Ishonchli odam edi degan gap sudda dalil bo'lmaydi. 9-qadam, elektron xizmatlardan foydalanishni o'rganing. Bugun ko'p ma'lumotlarni uyda o'tirib tekshirish mumkin. Elektron davlat xizmatlari, soliq shaxsiy kabineti, kadastr xizmatlari, notarial ma'lumotlar, bular sizga vaqt va pul tejaydi. Agar o'zingiz tushunmasangiz, farzandingizdan, ishonchli mutaxassisdan yoki davlat xizmatlari markazi xodimlaridan yordam so'rang. Lekin login, parol, elektron imzo va shaxsiy ma'lumotlarni begonalarga berishda ehtiyot bo'ling. 10-qadam, shubhali vaziyatda og'zaki maslahat bilan cheklanib qolmang. Kadastrda muammo bo'lsa, kadastr mutaxassisiga, soliqda muammo bo'lsa, soliq organiga, bitim bo'lsa, notariusga. Nizo bo'lsa, yuristga yozma asosida murojaat qiling. Yozma javob keyinchalik sizni himoya qiladi. Telefon orqali bo'laveradi degan javob esa hech narsani isbotlamaydi. 2026-yilda ko'chmas mulk egalari uchun eng asosiy qoida shunday. Mulkingiz hujjatda qanday ko'rsatilgan bo'lsa, real hayotda ham shunday bo'lishi kerak. Kadastr to'g'ri, soliq to'langan, ijara rasmiy, qurilish qonuniy, oldi-sotdi hujjatlari toza bo'lishi zarur. Muammoni oldindan hal qilish har doim arzonroq, tezroq va asabni kamroq yeydi. Kutib yurish esa bir kun kelib sotib to'xtashi, jarima chiqishi, sud nizosi boshlanishi yoki katta pul yo'qotishga olib kelishi mumkin. Agar sizda uy, yer, do'kon yoki ijaradagi mulk bo'lsa, bugunoq hujjatlaringizni tekshiring. Izohlarda yozing. Sizda eng ko'p qaysi masala muammo bo'lyapti? Kadastrmi, soliqmi, ijarami, merosmi yoki oldi-sotdimi? Men keyingi videolarda aynan siz yozgan savollar bo'yicha alohida tushuntirish beraman.
Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki ko'chmas mulkdagi bitta xato butun oilaning puliga va tinchligiga ta'sir qilishi mumkin.